To'y kuni 70% kelinlarimiz bu xatodan afsuslanishadi. Siz ham shu xatoni qilib qo'ymaslik uchun bu videoni oxirigacha tomosha qiling. To'y ko'ylagini tanlash uchun bitta kelin o'rtacha 5 ta salonga borib, har bitta salonda kamidan 3 tadan ko'ylak kiyib ko'rishadi va buning uchun eng kamida 1 soatdan 1,5 soatgacha vaqt ajratishadi. Lekin kelinlik obrazi faqat kelin ko'ylagiga bog'liq emas, ularning makiyajlariga bog'liq. Makiyajlarini bo'lsa, shunchaki Instagramda ko'rib, Facebook qilingan videolarga qarab, masteri layki, podpischka va prosmotrga qarab tanlashadi. Bu eng katta xato. Qizlar, meykapilagan vaqt ajratinglar. Karbonada salonimizga kelgan har bitta kelinga men mana shu gapni tayinlab aytaman. Qaysi masterga yozilgan bo'lsangiz, vohliroq borib, shu masterni hayotda real qilgan kelinini o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib o'tiring. Qaysi kuni keliningiz bor, qaysi kuni zapisingiz bor deng. O'sha kunga boring. O'sha kelinni bular qanaqa makiyaj qilishgan, o'sha kelinning emotsiyasi qanaqa, u kelinga bu master qo'li tushdimi, tushmadimi? Bir necha kelinni ko'ring kerak bo'lsa, o'shandan keyingina o'zingizni to'y obrazingizga ishonib topshiring. Instagramda ko'rilgan obraz bilan sizni to'y kuni bo'ladigan obrazingiz orasida osmon bilan yercha farq bo'ladi. Chunki to'y kuni siz hamma oldida yuzingizni FaceApp programmasida to'g'rilab ola olmaysizlar. Har bitta onajonlarga ham, kelinlarga ham juda ham bu narsaga jiddiy qarashinglarni men so'ragan bo'lardim. Kelin makiyaji, chunki har qanaqa xunuk ko'ylakni ham chiroyli ko'ylakni ham xunuk ko'rsatib qo'yadigan protsess.